boshim yomon o'ryapti, boshim. Ay, qattiqadir urib oldim. Assalomu alaykum. Obunachilar, sizlar bilan Shadow va bugungi videomizda men ishxonaga borishim kerak. Ya'ni ishxonada meni chaqirishdi. Bir haftadan beri ishxonaga borganim yo'q. Haftadan beri chunki kasalman, qulog'im o'rayib turdi. Nima bo'libdi ekan? Bu yoqqa hozir men hamma narsani joyiga olib olay. Ya'ni hamma narsani joyiga kirib, bu yerda homimga ham kirib chiqishim kerak. Mayli, keyin video davom ettiraman. Mana obunachilar, короче, men chiqib oldim. Svetini o'chirib qo'y. Oldi, svetini o'chirib qo'ydim. Endi kompyuterni keraklicha qani. Yaxshi. Hozircha yangiliklar yo'q. Endi narsalarimni oldim. Telefonimni. Voy, xo'jayinim ikkimada telefon qilibdi. Mayli. Bo'lganini ham kichkina narsa olib olishim kerak bo'ldi. Bu qurolim hamma ichida bo'lishi kerak ekan. Buni ham ancha pulga oldim. Va kiyimni borgandan keyin ko'rsataman. Kiyib ko'rsataman. Ajoyib kiyim. Kiyib ko'rsataman. O'z kiyimni yechib qo'yishim kerak. Yana pulimni ham solib olaman. Sumkani olaman. Bo'ldi, menimcha hech nima qolmadimi? Hech nima qolmadi. Chiroqni o'chirishim kerak edi. Qani ketdim bo'lmasam, chiroqni o'chirdim. To'xta. Kimni chaqirdim? Mani aytosmi? Ha, sana aytayapman, to'xta. Xo'p, to'xtadim. Ijarani haqqini to'lab ket. Ijarani mayli, hozir sumkamni olib beraman. Bilsam bo'ladimi? Necha bo'ladi o'zi? Bir haftadan beri berganim yo'q. Endi bir oydan beri o'zi kelganimga ham bir oy bo'ldi. Ijara haqqimiz 2 million so'm. 2 million so'm? Necha o'zi? Mayli. Mayli, 2 millioningizni mana olib olasiz. Men ketdim. Mayli, menga ruxsat. Eshikni to'g'ri olib ketgan. Hop. Ana bolalar, bo'lmasam ishga ketdi, jo'naymiz ishga. Xush, mana Shadowni uyiga ham kelib oldim. Buni mana bu yerga va mana bunday qilib Shadow akam bo'ladi degan umiddaman. Mayli, men ketdim. Mana bular ishi ko'plab olish kerak. Ikkovini ham boshroqdan pul oldim. Mana 1 million 300 ming oldim. O'zimda 100 ming pulim bordi. Endi mana ishdan qaytyapman. Ustimga olib. Bitta ham ofinsant, aytilaman kelmay borib, ham qo'riqchi bo'lib ishlayman. Kiyimim ichida zirhim bor. Ko'rib turibsizlar, o'zi zirh. O'zlar nima gaplar? Tuzingmi? Yaxshisizlar? Nima desam bo'ladi? Video chiqadi yaqinda. Ko'p video chiqadi, juda ko'p video chiqadi. Ular sizlarga Danny Design kanalini tavsiya qilaman. Bu yerda ajoyib
preview avatarka bannerlar yasashinglar mumkin. Mana o'sha sifatni ko'ryapsizlar. Mana o'sha sifat ko'rasizlar, o'sha kanal vashcha zo'r kanal. Qo'shilib obuna bo'lib qo'shiladi, iltimos qilaman. Juda sifatli preview qiladi. Sizga yana sizlarga tavsiya qilaman bu kanalni. Ya'ni shuni o'tasizlar. Aytsalaring, meni nomimdan kelsalaring, bir martaga tekin avatarka qilib berish mumkin. Bir martaga bo'ldi. Shu bilan juda arzon, ko'rasizlar. 10,000 so'm. Qayerda bu 10,000 so'mga preview qilib bergan odam? Bilmadim. Juda zo'r, juda sifatli previewlar qilishadi bular. Shuning uchun kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Davay, gapiramiz. Sifatli bo'lishi mumkin, ya'ni sifatli, ba'zida sifatsiz bo'lishi mumkin. Endi ular ko'z yumqaslariga video qiziqligi muhimi. Mana uyimga yetib keldim. Sumkam uyda qoldirdim. Uyda qoldirgan ekanman sumkamni. Olib ketgandim-ku. Mayli. Nimadir ko'rganday bo'ldim. Shadowga. Nimaga manga? Assalomu alaykum. Nima istaysan? Ayki, menga qanaqadir narsalarga jo'natma kelgan ekan, o'sha Mamadov sizga emasmi? Yo'q, menga emas, senga ismi yozilgan-ku, ahmoq. Mayli, xo'p. Ismi yozilganini qayerdan bildingiz? Tez ketaversang. Xo'p, mayli. Shadowga yozib qo'shdi. Mayli, ichida qanaqadir g'alati uskunalar va kitob bor ekan. Shadow bu narsalarni yaxshilikka ishlat deb kimdir oldiradi, qo'l qo'yish. Bola qo'l qo'yamkin, qo'l qo'ymayamkin. Mayli, qo'l qo'yamiz. Mana qo'l qo'ydik. Bo'ldi, uyga qo'yib ketamiz. Endi buni qayerga qo'yib qo'ysak? Mana ichidagi narsalarni olamiz. Juda g'aroyib narsalar ekan. Telefonda palyotni yoqamiz, o'chiramiz telefonni. Telefonimni, qurollarimni bu yerga solamiz. Kitobni va buni. Pulimni va bu narsalarni kiyib ko'ramiz. Fuy, onasini emsin. Nima bu? Mayli, buni ham taqamiz. Fuy, onasini nimalar bo'lib ketdi? Oxirgisi. Voy, onasini emsin. Nima bu bola? Menga tushuntiravering, onalarini emsin. Nima bu? Tushsa bo'ladimi shunda? Voy, onasini. Qanday boshqalar turganiga tushunmayapman bular. Onasini emsin. Bo'ldi, tushundim bola. U onalarini bunday qilsam cho'r ekan bola. Endi esa
sakrash uncha emas ekan. Va bitta narsani sinab ko'ramiz hozir. Xullas sinab ko'ramiz, davay. Mana shuni pastga olib turamiz. Bizga bunaqani olib ko'ramiz. Mana juda ishlayib ko'ramiz. Voy, onasini emsin, nimalar qilib tashladi bu? Onasini emsin. Xo'sh. Men qayerga borishim kerak? Nima? Aha. Sizlarga eshitilmayaptimi, bolalar? Sizga eshitilmayapti turgan bo'lsa, nimagadir menga qanaqadir narsa gapiryapti, siz deyapti. Bash joyga borishingiz kerak debdi. Qayerda duram aytdi, boramiz, bolalar, go. Hozir bolalar, uchovi go. Go. Go bolalar. Speed 1 debdi, speed 2 deyapti. Shu yoqqa boraveraylikchi. Bor deyapti-ku, mayli boramiz. Qanaqadir Jarvis degan narsa gapiryapti menga. Mayli, piyoda bo'lganimiz yaxshi. Bu shundoq piyoda ham tez bosar ekan. Bu onasining o'zi bunday narsa chiqargan. Qani ichidan boshqaramiz. Kuchli narsa ekan. Mana narsam bo'ldi. Animatsiyasi bormi? Voy, onasini animatsiya bor ekan. Qani? Animatsiya bor. Elektr qo'llar, buni bilgan biladi-ku, oligim shunday qilib turib sakrab bit turadi tanisni. Ashi bilan keyin unday qilib turib shunday uradi tanisni. Tanis shilib yuboradi-ku bedini. Mashi yaxshi ekan. Bu nima bu endi? Polaris bor ekan. Mana birinchi minigun tekshirib ko'ramiz, qani nima bu? Buni shunday nimaligin endi. Просто tushunmadim nimaligini. Bola просто tushunmadim. Maskani yetsa bo'ladimi? Oh. Bola chiqib bor ekan mana. O'zi g'alati ekan. Ya'ni baland ekan. Xullas, men temir odamman, men butun dunyoni qo'lga olaman deyman. Cho'ta temir odamni nimalar edi? Nima desam bo'ladi? Temir odam bu yoqqa kelmasdi, chunki bu meni shahrim. Meni shahrim emas, ya'ni temir odam o'zini shahrini himoya qiladi odatda. Lekin bu shaharga temir odam kelishi bilmadim. Anchagina yaxshi ekan uskunasi va men bitta narsaga qiziqyapman bola. Nimaga aynan menga kelgan bu narsa? Nimaga boshqalarga emas? Nimaga aynan menga? Ular shunga daxli kirish kerak, ya'ni hozir ya'ni menga berilgan narsa aynan nega va kim tomonidan menga jo'natilgan va bularni hammasiga topish uchun keyingi qismda javob olasizlar bolalar. Keyingi qismda hamma narsaga javob olishga men ham harakat qilaman bolalar. Hammamiz harakat qilamiz. Qani
birinchi qism tugadi, lekin sizlarga birinchi qism tugamasdan oldin bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar, chunki shunaqa qiziqarli videolar xolos menda chiqadi. Yana bitta narsani aytib qo'yaman sizlarga. Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, shunaqa modlarni qaysi ilovadan va qayerdan yuklab olishni 100% ko'rsatib qo'yaman. Agar bu videomga 50 ta yoki 20 ta mayli sizlarga fora 30 ta like yig'sanglar ham shu modni, ya'ni men shu modni Telegram kanalga tashlab qo'yaman. Bizda ko'rib turibsizlar, ruxsatlar mana bu xolos Temurodan mod emas. Temurodan mod emas, boshqa modlar ham bor. Ya'ni boshqa modlar ham bor. Ularni faqat sizlarga ko'rsatganim yo'q. Bor, bundan ancha kuchlilari ham bor. Fakat ularni sizlarga ko'rsatganim yo'q. Ya'ni bundan Temurodan kuchli odamlar bor. Odamlar bu hatto urgimchi odamgacha ham bor. Urgimchi odam qanaqa qila oladi? Shunday qilib o'tirasizlar, bittam blok qo'yishni bosasizlar. Shunday qilib bittamda qilsalar, u baland qilib chiqib qo'yadi. Plus video shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna qilmasalar kech payt uylaringga borsizlar. Qochib ketaman. Albatta hazil, qani bo'lmasam. Birinchi qism tugadi.